Sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman iborasi nimani anglatadi? Nima uchun kimdir Alloh uchun boshqa bir insonni sevishi yoki yaxshi ko'rishi mumkin? Muhabbat seriyasining birinchi qismi. Alloh uchun sevish bu insonni chiroyi, boyligi, ya'ni har qanday manfaatni ko'zlab emas, balki yaratuvchimiz Alloh taolo roziligi uchun sevishni bildiradi. Toki u inson o'z dinida to'g'ri bo'lib, o'z farzlarini bajarar ekan, siz uchun u boy bo'ladimi yoki kambag'almi, umuman farqi bo'lmaydi. Payg'ambarimiz aytadilar: bir-birini yaxshi ko'rgan ikki kishi uchun nikohdan yaxshiroq narsani ko'rmadim. Ya'ni haqiqiy sevgi nikoh orqali bo'ladi. Hozirgi kunda turmush qurishdan oldin gaplashib, sevishib yurish lozim degan gaplarga aslo ishonmang. Bu yolg'onchilar to'qigan to'rdir. Unga ilashgan inson turmushda ko'p qiyinchiliklarga uchraydi. Ko'p holatlarda yorug' yuz bilan ham turmush qura olmaydi. Sizni Alloh uchun sevgan inson nikohni chetlab o'tmaydi. Doktor Ramazon Said Buti shunday deydi: sevish gunoh emas yoki harom ham emas. Chunki qalbdagi sevgini siz boshqara olmaysiz, lekin shu sevgi orqali keluvchi gunohlardan tiyilish sizning vazifangizdir.